O'g'lim, mana bu yerlarning bo'shatishini qara. Ha menga bermaydimi? Kartochka ekmaymanmi? Ota, hayli o'zga sayyoraliklar. Ketdik. Aka, bolalikdan orzuyim bor-da. Mahallamiz ko'chalari asfalt bo'lsa, armonim qolmasdi. Shunga bittadan oz berib yaringiz-a. Otamni shu orzusi amalga oshsin. Mana kola beramiz, moy beramiz kerak bo'lsa. Tarjima qil, nima deyapti? Programma qotdi. Tushunmayapsanmi? Bu bechoralar open budjetga ovoz so'rayapti. O'g'lim, nima deyapti bularning? Oz beramiz deyapti ota. Ya, baraka topinglar, topganlaring to'ylaringga buyursin. Faqat bitta sharti bor ekan. Nima? Bularda ham maktab remont bo'lishi kerak ekan. Shunga bular ham ovoz yig'yapti ekan. Bizning ovozimiz o'tami? O'taykan. O'taygan bo'lsa, butun mahalla ovoz beramiz, O'zi bu open budjet degan narsa bizdan chiqqan. No'g'ri? Sizlarda ham moda bo'libdimi? Demak, yerliklar ham kuchayib ketibdi. Ota, Ha o'g'lim. qishloqqa o'zingiz ketaverasiz endi. Nimaga? Bu yerda oyliklar zo'r ekan. Ish gaplashib qo'ydim men. Ko'k jiguli, ko'k jiguli.